Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli birodarlar, arkamızda turgan uyimiz satılады. Buna adresini aytып өтіп кететін болсам, buna adresi Айтеке би ауылында, Алма бағының yanında болады. Yerimiz 8 sotkdan ibarat. Uyimizдің майданы 14-ге 15 полтора ташка hesabda salıngan. Hazır uyum майданını көрсетіп өтіп кетемін sizlerle birге. Kamera arkasında oturup olanlar yaxşılап, benge подписки basıp, kanalımız rivajlanish üçün like pozitsiyalarini ayamаңlar. Bu videonu kimge yuvarışını bilesizler, uy izlep yurgan adamlarga yuvarıp qo'yinglar. Ketginde bizler başladık. Eshikdan kirasiz. Katta koridor. So'ng tomonimizda kuxnyaga mo'ljallangan o'xshaydi. Alloh alam, yana bilmadim. Ne? Keng katta shinamgina zalımız bu. Bu uyning narxini aytib o'tib ketadigan bo'lsam, narxi 17 milyon tenge. Ekrandagi nomerlarga xabarlashasizlar. Ekranda nomerda batafsil xabarni beradi sizlarga. Bu полтора ташканы асты 2 xona, жилой подвал desa bo'ladi. Жилой. Uy, tayyor uy. Salqin. Mana shu ko'rib turgan uyimizda sotiladi 17 millionga. Ko'chasi ham ishlangan ekan. Gaz, suv, svet bari bor, короче.